Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Farg'onadan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib beraman. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatliroq bo'ladi. Hop, Farg'onadan Istanbulga buni vazoratligi 3.300.000 so'm chiqadi. Bez vazoratli 2.900.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 12:20 da borib qo'nadi. Farg'onadan Novosibirga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 10:05 da, Novosibirga borib qo'nadigan vaqti 14:50 da borib qo'nadi. Farg'onadan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4 million so'm chiqadi, bez bagaji 3.800.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 7:40 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 10:50 da. Farg'onadan Kazanga uni bagajligi 2.950.000 so'm chiqadi, bez bagaji 2.750.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 11:15 da, Kazanga borib qo'nadigan vaqti 13:00 da. Farg'onadan Vunukoga uni bagajligi 3 million so'm chiqadi, bez bagaji 2.800.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 16:50 da, Vunukoga borib qo'nadigan vaqti 19:35 da. Akalar, men sizlarga arzon narxlarda aviabiletlar narxi bilan tanishtirib o'tdim. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Masofamiz uzoq bo'lsa akalar, Telegramdan pasportlarini tashlasalaring, onlayn variantini ham yozib beraveramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasiz.